1 metr kvadratı 3.800.000'dan kvartira satıp olacakmısınızlar? Onda Mekan Kuruluş Kampanyası'na hemmeyizni teklif kılamiz. Mekan Kuruluş Kampanyası dostlar narxlarını sındırdı. Al-Xorazmiy majmuasındamiz, ya'ni Urganch City'damiz aziz do'stlar. 12 etajli dom qurilishini boshlabdi ekan. Shu munosabat bilan mijozlarimiz uchun, obunachilarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun ajoyib yangiliklarni qilibdilar. Agarda siz 100% to'lov qilsangiz 1 metr kvadratini 3.800.000'dan bemalol sizlar uchun xudo xolasa sotuvini boshlabdi ekan. Yalasizlardan xudo xolasa shartnoma qilib olaverasizlar. Aziz do'stlar, 5-etajdan qo'yib berdi. Agarda sizlar 100% to'lovini qilsangizlar 3.800.000'dan 1 metr kvadratini xohlagan kvartirangizni, ya'ni sotib olsangizlar bo'ladi. Xohlasangizlar 1 xonali, xohlasangizlar 2 xonali, xohlasangizlar 3 xonali. Bemalol sotib olsangizlar bo'ladi. Mekan Kuruluş Kampanyasından savdo ofisi, savdo bo'limi shu yerda joylashgan, ya'ni qurilib turgan domni oldinda, yo'lning ustindamiz, ko'rib turganlaringizdek. Bize Abxodnoy yo'ldan, ya'ni Aeroportskidan kelaversangizlar, toza mashin bozora ketaveradigan yo'l. Aziz do'stlar, bu yerda hozir qurilishlarning avjida bo'lib turibdi. Yalasizlardan to'liq ma'lumotlarni shu ofisidan bilib olsangizlar bo'ladi. Asa bizda boshlaymiz, ichana kirib ketdik. Aziz do'stlar, yana bir narsa aytib o'taylik. Agarda siz Mekan Kuruluş Kampanyasından kvartira sotib olacak bo'lsangiz, sizlarga shuni shartnoma beradi. Bu shartnomada aziz do'stlar, sizning donalaringiz, shu qurilish haqida hamma ma'lumotlar yozilgan. Undan tashqari, agarda siz ikkilansangiz, ya'ni domni hujjatlari nechik ekan, hujjatlari tayyormi ekan desangizda, sizlar uchun ham yengillik etib qo'yibdilar ekan. Ko'rib turganlaringizda yana QR kod bor. Shuni QR kodni shunday skaner qilasizlar do'stlar, hamma xat hujjatlarni sizlarga chiqarib beradilar, hamma ma'lumotlarni beradilar. Bemalol olsangizlar bo'ladi. Oldindan to'lov 15-20 million bilan ham bemalol kvartira sotib olsangizlar bo'ladi. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum, Sardorbek, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Qilishlar yaxshi keldingizmi? Rahmat, xudo shukr. Chek ishlar, sog'liqli yaxshimi? Xudo shukr. Harmonlar ishlar bilan. Bor olun. Siz yaxshimisiz? Zo'r, rahmat, xudo shukr. Hava, ikki tomonlama shartnoma bank to'lovi orqali bo'ladi-da, bank orqali bo'ladi. Ha, bank orqali bo'ladi. Albatta. Mesela her xil случайлар bo'lib turibdi, o'zingiz ham bilasiz, YouTube'dan, internetdan yetib yotdi hozir har xil nalar. Gap so'zlar, to'g'rimi? Shunda через bank orqali bo'ladi. Hammasi shartnoma asosida qilinadi. 2 yil bo'lib berasiz. Oldindan shunda chiqsam 15 millionmi? 15, 20 milyon, 25 milyon. Masalan, bu adam beri bir kanaldan 3 kanalıgacha bor. Har qaysisini boshlang'ich to'lov har yili. Ava. 15 milyon to'laydi. 2 kanalga men dedi 8 milyon dedi to'lab bilaman ayda dedi. Bo'ldi deymiz. 8 milyon to'layveradi. Masalan, hisob kitob bo'yicha 8 milyonni ko'paytiramiz 24 desa. Ava. Kelku to'g'rimi? Ava. 192 milyon bo'ladi. 15 milyon to'lasa, где-то 200 milyon pul to'laydi, to'g'rimi? Ava. Общий. Joylaki 2 kanalimiz 350 milyon. Qolgan pulini kredit etib beramiz o'zining adına. Ha, shunlar ham bor. Amallab o'zine urib, o'zine beramiz joy. Joy bitgandan keyin to'g'ri kredit etib, familiyat qolaveradi, to'g'rimi? Hava. Zo'r gap. Shunda bir hozir necha xonali kvartiralar bor? Bir kanaldan 3 kanalgacha. Kvadratı 5,5 milyondan 6,5 milyon. 5,5 milyondan 6,5 milyongacha bor. Zo'r. Shunda Sardorbek, yan tarafında, arkasında, ofisin arkasında qurilishdan ketib turibdi, to'g'rimi? Aynen. İş kızgın getib turibdi. Ha, qizg'in ketib turibdi. Hava. Bu domdan boshqa 12 etajdan boshqalarni topshirgansizlar ku dedi. Hava. 3 yil oldu City'de kuruluş etamiz yine. Aha. Çok adam yine görse beni biledi da hozir. Ne çıkandan. Xudo shukr. Zo'r. Bu yine 5-6. mi? Çenci domumuz bu. 12 etaj başladı. 12 etaj. Hava. Bu masa 9 etajlardan vardı yine. Ha. Şunu başlamayın, bunu başladım. Variantı. Şehrin içinde ne başlayacak adikten? Şehrin içinde bile 7 etajdan ziyade 40 oluyor. Hava. Bir de menimcha ruxsati berildi o'xshaydi, to'g'rimi? 12. Ruxsatini olib, bayon tomoni olib, ruxsatnoma ham olib turibmiz. Zo'r. Bir de shunda 12 etaj bo'ladi. Hava. Necha dona xonadan bo'ladi o'xshaydi? 80 dedingizmi? 80 yaqin, eng. Unda ko'pchilik yurtdoshlarimiz bemalol olsa bo'ladi ekan. Bir etajda 7 tane var. Oho, lifti bor. 2 tane lift. 2 dona lift. Birisi sapası bo'ladi, yine kuru zoru yapmalı. Ha, mesela hozir oldilar ko'pchiligini, men o'zim ham bilaman-da, yuqorgi etajda. Liftdan o'chirib qo'yadilar, remont ham to'lmaysan, boshqa ham to'lmaysan. Birisi bozulsa, birisi ishlab turadi. Yine suyu dövüşsem, yine ishlab turadi, generator qo'yiladi. Ha. Ichida zapasi narsa. Ha, ham bir de menimcha sonlusi batareyalar, to'g'rimi? Sama sonlusi batareyadan o'zi ishlaydi. Mabodo degan holatda. Ha, mabodo. Zapasdan yana biz turibmiz. Chunki
Bir joydan 200'den ziyade adam girip çıkandan keyin zapaslik da bize dili şöyle nazarda tutulur. Qarang, 12 etaşku doğrumi 80 xonadan parkovkasi nechi bo'ladi bu yerda? Parkovka arka tarafı dükkan başta parkovka bo'ladi. Ballı oynadığım meydanım arka taraftan bo'ladi. Yetamanmi yaxshi qilib? Hemmeye yetadi. 2-3 tane ballı oynadığım meydanı kuruladı bir de. Çünkü Al-Harazmi massivi de baytaladı bu. Prezidentimizni kararı bilen kurup duran joylar verdi. Sardarbek, qara. Bizani obunachilarimiz chet eldan ham ko'radi, Rossiyadan, boshqa yurtlardan ko'radilardan. To'lov uslublari nechi bo'ladi sizlarda? Bizde to'lov uslubu Çerez Bank var. Çerez Bank, aha. Şartnama veremiz. Üzünün adına mesela grafik çizip veremiz. Raydakini xuddi şu banka barıp to'lab kelaveradi. Bankaga to'layveradi. Yoki bo'lmasa sizlarni o'zlaringiz shotda o'tirsam bo'laveradimi uni? Bo'laveradi, lekin bu Çerez Bank'ta. Çerez Bank bo'ladi. Plastikdan aralashtirmaymiz, Polka Bank. Unda zo'r ekan aziz do'stlar. Shunda ishonchli deb o'ylayman, sababi hozir o'zi bundan buyonda o'zi qurilishlar ham Çerez Bank bo'ladi tutku, to'g'rimi? Hamma o'zida bank bilan aylanadi tutku. 2 oylar. Ina xudo xolasa yana ko'rib turganlaringizdek, makon qurilishida hammasi Çerez Bank orqali bo'ladi. Dokument hamma hujjatlari tayyor, to'g'rimi? Auksiondan beyannoma hamma narsamiz, hokimiyatdan qurilishlar ruxsatnoma hamma narsamiz bor. Shartnoma yozganimizda, shartnomada o'zi ko'rinib turadi yana bu yerda. QR kod bilan qurilishlar ruxsatnoma, auksion notman, beyonnomamiz hammasi ichida turadi. Shunda qarang aziz do'stlar, agarda sizlar makon qurilish kompaniyasidan oldindan to'lov 30% to'lasangizlar, 10% chegirma beradi ekan. Agar oldindan to'lov 50% to'lasangizlar, 15% chegirmasi bor ekan. Agar 100% to'lasangizlar, shunda 20%gacha chegirmalarni qilib beradilar ekan. Shunday do'stlar, makon qurilish kompaniyasini barchangizni taklif qilib qolamiz. Biz hamma vaqtlarda foydali bo'ladigan roliklarni ko'rsatib, donishtirib boramiz. Bunday aksiyalardan, bunday chegirmalardan albatta foydalanib qolinglar. Barchangizni makon qurilish kompaniyasini taklif qilamiz.